Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zelenskiy ko'p bolali oila o'lgan Krivoy Rogdagi hujumda Rossiya KXDR raketasini qo'llaganini aytdi. Rossiya Shimoliy Koreyadan yangi partiya ballistik raketalarni oldi. Endi Ukrainaga hujumlar yanada kuchayadi. Ukraina ikkita davlat yordamida Rossiya zavodlariga zarba bergani ma'lum bo'ldi. Pokistonda shaxta portlashi oqibatida 30 dan ortiq konchi halok bo'ldi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Zelenskiy ko'p bolali oila o'lgan Krivoy Rogdagi hujumda Rossiya KXDR raketasini qo'llaganini aytdi. Rossiya 30-iyulga o'tar kechasi Ukrainaga qanotli raketalar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida Krivoy Rogda ko'p bolali oila halok bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaharga qilingan va oilaning o'limiga sabab bo'lgan hujumda Shimoliy Koreya raketasi qo'llanganini ma'lum qildi. Zelenskiy Shimoliy Koreya ballistik raketasi bilan Radushniy qishlog'iga zarba berilgani va bu dastlabki ma'lumotlar ekanini aytdi. Albatta, hali ekspertizalar o'tkaziladi va hammasi tekshiriladi. Ammo hozirgi holatga ko'ra, bu Shimoliy Koreya ballistik raketasi. Moskva razillarining Shimoliy Koreyadagi aqldan ozgan rejim bilan ittifoqi raketalar KXDR kontingenti bo'lishi shu yerda, Yevropada, chegaralarimizda bo'lishi va ukrainalik farzandlarimizni o'ldirish uchundir, dedi Zelenskiy. U dunyoda ko'pchilik hujumni qoralaganini va hamdardlik bildirganini ta'kidladi. Biroq Ukraina uchun eng muhimi shunchaki hamdardlik yoki qoralash emas, balki havo mudofaasi uchun raketalar yetkazish va Rossiyaga bosimni kuchaytirish ekanini aytdi. Ma'lumot o'rnida Rossiya armiyasi 30-iyulga o'tar kechasi Lvov, Kiyev, Xarkov va Krivoy Rogga zarbalar berdi. Lvovdagi raketa hujumi oqibatida ikkita ko'p qavatli uy zarar ko'rgan. Krivoy Rogdagi qishloqda Iskandar M ballistik raketasi ko'p farzandli oila yashaydigan uyga kelib tushgan. Hujum oqibatida bir oilaning kamida 6 nafar a'zosi va yana bir kishi halok bo'lgan. Vayronalar ostida qurbonlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Ukraina poytaxtining bir nechta tumanida vayronagarchilik va yong'inlar qayd etilgan. Bir kishi halok bo'lgan. Xarkovda esa shahid dronlari Novobavarsk tumanidagi sanoat zonasiga hujum qilgan. Rossiya Shimoliy Koreyadan yangi partiya ballistik raketalarini oldi. Endi Ukrainaga hujumlar yanada kuchayadi. 31-iyul kuni Reuters agentligi Rossiya KXDRdan yangi partiya ballistik raketalarini qabul qilgan bo'lishi mumkinligi va ulardan Ukrainaga qarshi hujumlarda faolroq foydalanishga tayyorlanayotgani haqida xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qariyb 1 yillik tanaffusdan so'ng Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan ballistik raketalardan yana foydalanishni boshlagan. Reuters manbalarining aytishicha, Rossiya Krivoy Rog yaqinidagi Radushniy qishlog'iga berilgan zarbada KXDRda ishlab chiqilgan ballistik raketa qo'llangan bo'lishi ehtimolidan xoli emas. Agentlik suhbatdoshlarining fikricha, bu qariyb 1 yildan buyon Shimoliy Koreya raketasining ilk qo'llanishi bo'lishi mumkin. Bu esa Moskva KXDRdan yangi raketalar partiyasini olgani va kelgusida raketa hujumlarini yanada kuchaytirishni rejalashtirayotganidan dalolat berishi mumkin. Reuters manbalaridan biri ma'lum qilishicha, Ukraina radarlari hujum vaqtida KN-23 yoki KN-24 turdagi qisqa masofali ballistik raketalarga xos trayektoriyalarni qayd etgan. Biroq yakuniy xulosani faqat hodisa joyidan topilgan raketa parchalari o'rganilgandan keyin chiqarish mumkin. Tergov hali davom etayotgan bo'lsa-da, agentlik manbasi raketaning KXDRda ishlab chiqarilganiga ishonch bildirgan. Reuters eslatishicha, Rossiya bunday KN-23 va KN-24 raketalaridan avval ham 2023-yil oxirida Ukrainaga qarshi hujumlarda foydalangan. Harbiy manbaga ko'ra, KN-23 va KN-24 raketalari Rossiyaning Iskandar majmuasi raketalariga nisbatan uzoqroq masofaga ucha oladi. Ularning jangovar qismi ham kuchliroq hisoblanadi. Biroq nishonga tegish aniqligi bo'yicha Rossiya raketalaridan ortda qoladi. Reuters ta'kidlashicha, Rossiya tomonidan ballistik raketalardan kengroq foydalanishi Ukraina havo mudofaa tizimiga tushadigan yuklamani oshiradi.
Manbalarning qayd etishicha, bunday raketalarni samarali tutib qolishga asosan AQShning Patriot zenit raketa majmualari qodir. Ukraina ikki davlat yordamida Rossiya zavodlariga zarba bergani ma'lum bo'ldi. AQSh va Fransiya Ukrainaga Rossiya havo mudofaasi tizimlari qayerda joylashganini aniqlashda yordam beruvchi razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Ukrainalik mulozimlarga ko'ra, bu ma'lumotlar dronlarga havo mudofaasini aylanib o'tib, neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berishga imkon yaratgan. Bu haqda Financial Times nashriga tayanib Meduza xabar berdi. Manbalarning bildirishicha, Amerika va Fransiya razvedkasi Ukraina qurolli kuchlariga nishonlarni aniqroq belgilashga ham yordam bergan. Bu Ukrain harbiylariga aynan qayerga zarba berish kerakligini tushunishga ko'maklashgan. Ukrainalik harbiy rejalashtiruvchilar, dron operatorlari va energetika ekspertlarining ta'kidlashicha, endi zarbalardan maqsad shunchaki zavodlarda yong'in keltirib chiqarish yoki sisternalarni portlatish emas. Asosiy maqsad inshootni imkon qadar uzoqroq muddatga ishdan chiqarishdir. Topshiriqlarni amalga oshirishdan oldin muhandislar va soha mutaxassislari dron operatorlariga yo'l-yo'riq ko'rsatib, neftni qayta ishlash zavodi faoliyati uchun qaysi komponentlar muhimligini tushuntiradi. Dron operatorlarining so'zlariga va Financial Times ko'rib chiqqan sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari ta'mirlash ishlari yakunlanmaguncha o'sha muhim uskunalarga qayta zarba berishni boshlagan. Iyul oyining boshida Ukraina Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlariga, jumladan front chizig'idan juda uzoqda joylashgan obyektlarga ham hujumlarni keskin oshirishni boshladi. O'shanda Financial Times ukrainalik yuqori martabali mulozimlarga tayanib, ushbu hujumlarda Amerika razvedkasining ko'magi muhim rol o'ynagani haqida yozgan. Bu yordam Kiyevga dron yo'nalishlarini chizish va havo mudofaasi tizimlaridan yashirincha o'tishga yordam bergan. Pokistonda shaxta portlashi oqibatida 30 dan ortiq konchi halok bo'ldi. Pokistonning Balujiston viloyatidagi ko'mir konida portlash yuz berdi. Hodisa oqibatida kamida 32 nafar konchi halok bo'ldi. Bu haqda rasmiylarga tayanib Al Jazeera xabar berdi. Hodisa 30-iyul kuni Kvetta shahri yaqinidagi Sorangi konida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashga metan gazining to'planishi sabab bo'lgan. Hozircha 29 ta jasadni topdik. Qutqaruvchilarimiz shaxta ichida yana 3 ta jasadni aniqladi va ularni olib chiqishga harakat qilmoqda, dedi 31-iyul kuni viloyat tabiiy ofatlarni boshqarish boshqarmasi rasmiysi. Hodisadan 12 soatdan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, boshqarma xodimlari va boshqa qutqaruvchilar konchilarni qidirishda davom etmoqda. Biroq tirik qolganlarni topish ehtimoli juda past ekani aytilmoqda. Portlash vaqtida shaxta ichida 36 nafar konchi bo'lgan. Kuchli portlash oqibatida bir-biriga yaqin joylashgan 2 ta kon shikastlangan. Pokistonning ko'mir qazib olish sanoatida, ayniqsa Balujistonda bunday baxtsiz hodisalar tez-tez uchrab turadi. Bunga ventilyatsiya, gaz nazorati tizimlari va boshqa asosiy xavfsizlik choralarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani sabab bo'lmoqda. Xavf-xatar va past maoshlarga qaramay, Pokistonning eng yirik biroq eng kam rivojlangan viloyat hisoblangan Balujistonda minglab konchilar tirikchilik uchun ko'mir sanoatiga tayanadi.